hammasi sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, g'ayman qiynaganmi? Keling, Tayyorgarlik haqida. Vatanni sog'inib tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingiz aytsangiz. Assalomu alaykum, avvalom bor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'ldi Manchester Cityga? Moslashish qanaqa kechdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi almashdi murabbiy. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz va o'zingiz? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz boshqalar? Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Hindiston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz bundan kattaroq shutga. Harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Qorbek. Shu Timur Kapadzeda ko'p muammo bo'layotgan narsa. Terma jamoa endi 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydimi yoki 2 talik? Timur hali bu hafta yetilmadimi? Endi baribir birinchi mashg'ulot, endi o'yin. Men bu o'yinchiman aka, trenerman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Kelasi ham. Ko'proq qaysi biri yoqadi? Kelasi ham. Siz oldindan kam gapmadingiz? Unisini bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lmasam eng xavfli futbolchi Joel Koja hisoblanadi hujumda. Bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, o'yinni ko'ramiz. Joel Koja kimdan bo'lib ketadi bu bola? Qo'llab-quvvatlashingdan xoliman. Hammamiz xolimiz. Pep Guardiola aytgandi, siz ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak degani. Qanaqa kechyapti ingliz tilini o'rganish hozir? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Qo'llab-quvvatlashingdan xolimiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xohlasa.